Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan buyrak og'riqlari va buyrak kasalliklari haqida gaplashamiz. Buyrak kasalliklari, ya'ni buyrak bilan bog'liq muammolar o'zi dunyo bo'yicha 10-15% aholini bezovta qiladi. Ya'ni har 15 ta odamdan bittasida yoki yiliga 758 millionga yaqin odamlar turli xil buyrak bilan bog'liq muammolar yuzaga keladi. Ya'ni buyrakning yallig'lanishi, buyrak toshlari, surunkali buyrak yetishmovchiligi, travmalar, umumiy olganda buyrak bilan bog'liq muammolar har yili yildan yilga oshib bormoqda. O'zbekiston sharoitida 2015-yildan boshlab bu ko'rsatkichlar ham yuqoriga ko'tarila boshlagan. Har yili buyrak kasalliklaridan 1,5 million atrofida odamlar vafot etayotgani statistikalarda berilgan. Buyrak og'riqlari haqida gaplashadigan bo'lsak, o'zi buyrak og'riqlarining sabablari nima? Buning sabablari turlicha va turli xil kasalliklar bo'lishi mumkin. Biz hozir sizlar bilan batafsil asosiy uchraydiganlarini gaplashib chiqamiz. Birinchi sabablari, eng ko'p uchraydigan sabablardan biri bu buyrak tosh kasalliklari hisoblanadi. Buyrak tosh kasalliklari juda ham ko'payib ommalashib borayotgan kasallik hisoblanadi. Hozirgi vaqtda asosan 35-40 yoshdan oshganlarda buyrak tosh kasalliklari bilan og'rish holatlari ko'p kuzatiladi. Ushbu holatlarda qanday belgilar yuzaga keladi? Bunday holatlarda asosan buyrak sohasida ham kuchli og'riq yuzaga keladi. Og'riqning bel, qovoq va jinsiy a'zolar son sohalarga tarqalishi kuzatiladi. Ba'zi holatlarda esa siydik bilan qon kelishi yoki siydik rangining o'zgarish holatlari kuzatilishi mumkin. Bu og'riqning sabablari nima? Odatda buyrak toshlarining razmeri 5 mm gacha, ya'ni yarim santimetrgacha bo'ladigan bo'lsa, bu toshlar buyraklarimizga og'riq va nagruzka tushirmaydi. Ya'ni siydik yo'llaridan bemalol chiqib ketishi mumkin. 5 mm gacha bo'lgan toshlar hech qayerda tiqilmasdan qo'q orqali esa tashqariga chiqib ketadi. Agar ushbu toshlar 5-7 mm dan katta bo'ladigan bo'lsa, 1-1,5 cm gacha bo'ladigan bo'lsa, bu toshlarda o'z-o'zidan chiqib ketish holatlari deyarli kuzatilmaydi. Agar buyrakdan qo'zg'alib, siydik nayiga tushadigan bo'lsa, ko'pincha pastki qismlarga borib tiqiladi. Bu tiqilish natijasida siydik yo'li yopiladi. Ba'zi holatlarda to'liq blok bo'lib yopiladi, ba'zi holatlarda yarim yoki 50% blok holatida yopiladi. Agar to'liq blok bo'ladigan bo'lsa, ushbu holatda siydik umuman o'tmaydi. Siydik umuman o'tmagan natijasida esa buyrak ichida bosim osha boshlaydi. Bosim oshishi natijasida esa buyrakda juda ham kuchli og'riq kuzatiladi, sanchuvchi va chidab bo'lmaydigan darajadagi og'riq holatlari kuzatiladi. Tekshiruvlarda esa, qon analizlarida esa mochevina va kreatininning tez sur'atlarda oshishi kuzatiladi. Siydik analizlarida esa leykositlar va eritrotsitlarning normadan karrali, ya'ni 5, 10, 15 baravargacha ko'tarilib ketish holatlari kuzatilishi mumkin. Odatda buyrak tosh kasalliklaridagi og'riq bir tomonlama bo'ladi va to'satdan boshlanadi va juda ham kuchli bo'ladi. Ushbu holatda buyrak toshlari ikki tomonlama ham tiqilib qolishi mumkin. Bu juda ham xavfli holat hisoblanadi. Ikki tomonlama tosh bilan bloklangan siydik nayi buyrakda bosimni keskin oshishiga olib keladi va juda ham kuchli ikki tomonlama og'riq kuzatiladi. Bu holatda zudlik bilan vrachga, urologga uchrash zarur bo'ladi. Chunki vaqtni o'tkazish buyrakning to'qimalarining zaiflashishiga va buyrakning ish faoliyatining to'xtab qolishigacha olib kelishi mumkin. Ushbu holatda nima qilish kerak bo'ladi? Agar buyrak tosh sababli kuchli og'riq kuzatilayotgan bo'lsa, buni aniqlash uchun birinchi navbatda buyraklarni uziy qilish kerak bo'ladi va tiqilib turgan hosila tosh yoki tosh emasligi, tiqilish bor yo yo'qligini aniqlash zarur bo'ladi. Aniqlanganda zudlik bilan buyrakka nefrostoma, ya'ni buyrakka maxsus trubka qilib siydikni chiqarib olish kerak bo'ladi. Agar bir tomonlama bo'ladigan bo'lsa,
o'sha zararlangan tomonga nefrostoma qo'yiladi. Agar ikki tomonlama bo'ladigan bo'lsa, ikki tomonlama ham nefrostoma amaliyoti qo'llaniladi. Bunday holatlarda bu vaqtinchalik holat hisoblanadi. Mochivina kreatin normaga tushgandan keyin, infeksiyalar kamaygandan keyin esa ushbu toshlar operativ yo'l bilan olib tashlanadi. Keyingi sababi esa buyrakning yallig'lanish kasalliklari, ya'ni infeksion kasalliklar. Sistit, surunkali buyrak yetishmovchiligi yoki pielonefrit natijasida buyrakda yallig'lanish ortib ketadi, leykotitlar miqdori oshadi. Bu esa buyrakda kuchli og'riqlar yuzaga keltiradi. Ko'pincha og'riqlar bilan bir vaqtda qaltirash, ko'ngil aynish va isitma belgilari ham kuzatiladi. Bunday holatlarda vaqtinchalik og'riq qoldiruvchilar yordam berishi mumkin, lekin bu asosiy davo chorasi degani emas. Buni aniqlash uchun birinchi navbatda buyraklar holatini ko'rish uchun uziga tushiriladi. Buyrakda shish bor yo'qligi, tiqilish bor yo'qligi aniqlanadi. Holatga qarab sidik analizi va qon analizlari tayinlanadi. Ko'pincha sidik analizlarida leykotitlar miqdori juda ham ko'p miqdorda oshib ketadi, ya'ni normadan 10-15 barobargacha ko'tarilib ketishi mumkin va qon analizlarini ham kuzatish mumkin. Bu tekshiruvlar ayniqsa yondosh kasalligi bor odamlarda juda ham zarur hisoblanadi, ya'ni gipertoniya kasalligi, qandli diabet kasalligi borlarda tezroq diagnostika qilish kerak bo'ladi. Chunki ushbu kasalliklar asoratida buyrakka bo'lgan bosim 2-3 barobargacha oshib ketishi mumkin. Xo'p, sidik analizi topshirdik, qon analizi topshirdik, infeksiya aniqlandi. Ushbu holatda nima qilish kerak bo'ladi? Albatta davo choralari tuziladi. Bunda og'riq qoldiruvchilar va vaspaleniyaga qarshi dori-darmonlar tayinlanadi va asosiy davo sifatida antibiotiklar berish kerak bo'ladi. Fitoxinonlar va keng spektrli antibiotiklar standart usul hisoblanadi. Agar bu surunkali jarayon bo'ladigan bo'lsa, bak passiv natijasida antibiotikka sezgirlik aniqlanib, tanlangan antibiotikni qo'llash juda ham samarali usul hisoblanadi. Keyingisi esa obstruksiya, ya'ni sidik yo'llarning to'silishi. Sidik yo'llarning to'silishida ham juda ham kuchli og'riq yuzaga keladi. Ko'pincha bu ikki tomonlama bo'lishi mumkin. Ikki tomonlama bo'lishi pastda, ya'ni qo'lqopdan past tomonlama obstruksiya bo'ladigan bo'lsa, prostata bilan bog'liq bu jarayonlar, sidik kanalida yot jism bo'lishi yoki bo'lmasa travma natijasida spazm berib qolganda ikkita buyrakka ham og'irlik tushadi va ikki tomonlama og'riq kuzatiladi. Bunda MCT yoki MRT yordamida tekshiruv o'tkaziladi va obstruksiya sababi aniqlanadi. Aniqlangan sababga qarab davo choralari tuziladi. Agar quviq bilan bog'liq muammolar bo'ladigan bo'lsa, quviqqa sistostoma o'rnatib qo'ysa bo'ladi vaqtinchalik. Keyinchalik esa operativ yo'l bilan davolanadi. Ko'pincha sistostoma prostataning kattalashib ketishi natijasida quviq bo'yinchasining qisilib qolishidan sidik tashqariga chiqa olmay qoladi. Ushbu holatlarda qo'llaniladi. Keyingi sababi bu buyrak jarohatlari, to'satdan yiqilish yoki buyrak sohasiga juda ham kuchli bosim berish, travma olish natijasida buyraklarda ezilishi yoki yorilishi kuzatilishi mumkin. Ushbu holatlarda juda ham kuchli og'riq kuzatiladi va siydik bilan bir vaqt siyish vaqtida qon aniqlanishi mumkin. Bu vaqtda tezlik bilan vrachga uchrash kerak bo'ladi va MCT natijasida buyraklar holati aniqlanadi. Agar buyraklarda juda ham kuchli travma bo'lib, qon ketish holatlari kuzatilayotgan bo'lsa, arterial bosim pastga tashlaydi va odamda lohaslik, ko'ngil aynish, bosh aylanish holatlari kuzatiladi. Ushbu holatlar aniqlanadigan bo'lsa, jarohat darajasiga qarab davo choralari tuzib chiqiladi. Agar jarohat yengil gematoma ko'rinishida bo'ladigan bo'lsa, vaspaleniyaga qarshi dorilar va antibiotiklar yordamida davolanadi. Agar jarohat buyrak ezilishi, yorilishi yoki bo'lmasa bo'linish holatlari kuzatiladigan bo'lsa, tez yordam ko'rsatish kerak bo'ladi va holatga qarab operativ davo tayinlanadi. Keyingisi esa buyrak kistalari yoki o'smalari. Odatda buyrak kistalari yoki o'smalari kichkina vaqtida buyrakka og'riq bermaydi. Agar ushbu
hosilalar tezlik bilan kattalashsa, yondagi to'qimalarni ezadi. Yon to'qimalar ezishi esa buyrakka bo'lgan bosimni oshiradi. Natijada buyrak ichida bosimni oshishi, buyrakda og'riq, simillovchi va ketmovchi og'riqlar kuzatiladi. O'sma kasalliklarda esa doimiy siydik bilan qon ajralish holatlari kuzatilishi mumkin. Ushbu holatlar maxsus tekshiruvlar yordamida tekshiriladi va sabablari ko'riladi. Agar o'sma yoki qanaqadir kista aniqlanadigan bo'lsa, davo choralari tuziladi. Ushbu holatlarda qaltirash, isitma holatlari kuzatiladigan bo'lsa, antibiotiklar bilan davolanadi. Agar hosila kichkina bo'ladigan bo'lsa, biroz vaqt kuzatuvga olinadi. Agar tez kattalashadigan bo'lsa, ulardan biopsiya olib tekshirib ko'riladi va biopsiya natijasiga qarab davo choralari qo'llaniladi. Kanalimiz rivoji uchun podpiska tugmasini bosib qo'ying. Bundan da foydali videolarni chiqarib boramiz.